Koreyaga osh qilib chaqirsa ham yoki sayohat uchun ham men kelmayman. Aytib kelmayman deb ketishiga sabab siz yoki biz ham bo'lishimiz mumkin. O'zidan detektiv yasab olib, buni razbor qilib, izini kovlayman deb O'zbekistondan 30 yil oldindagi yoki 20 yil oldindagi Koreyada shu tema ko'rib chiqilib, demak sababchi o'zi deb topilgan bo'lsa, biznikilar yo'q unaqa emas deyishyapti. Qanchadir vaqtgacha boradi, hech narsa bo'lmaydi. Chunki kameralashgan, har bir detal kameradan o'tadigan, har bir narsani kamera ushlab qoladigan davlatda shunaqa detektivlar shuni olib ketinglar jasadni deb berib yuborishdimi? Demak, ish toza. Lekin biznikilarga axvat kerak, biznikilarga ochko kerak, podpischik yig'ish kerak. Menga ham juda ko'pchilik yozishdi. Shunaqa zo'r tema, ikki og'iz gapirsang, uchadi video, juda ko'pchilik kiradi senga podpiska bo'lib. Mana shu video uchun ham menga bir dona ham podpischik kerak emas. Bir insonni o'limini orqasidan ochko yig'ib, podpiska yig'adigan xarakterim ham yo'q. Yo'q ekan shunaqa xarakterim, o'zim ham sezdim shuni. Shunchalar harakat qildim, mana shu temaga aralashmayin deb, alhamdulillah aralashmadim. Faqat mana bu videoni ko'rgandan keyin ta'sirlanib ketdim. Sizni yoki menga o'xshagan juda ko'pchilikni tanishlari vafot etib qolganda mana shu bola o'zi olib o'shalarni nima desam, jasadlarini yetkazib bergan insonda. Bu odamlarni jasadi yonib ketishidan oldin ushlab qolib, to'xtang, shuni yonib qo'ymaylar deb srochni pul yig'ib musulmonlar qabristoniga yoki O'zbekistonga jo'natgan bolada bu. Menga agar shuni qil desa, yo duxim yetmaydi, yo pulim, yo aqlim yetmaydi-da. Hammasi bo'lsa ham nimadir yetmaydi, yo tajribam yetmaydi-da. Bu bola aytayapti hozir ketishida. Mendan zo'rlari ham chiqadi. Men bundan keyin chiqadi. Men zo'r basman, mendan zo'r insonlarga yordam beradigan odamlar chiqadi. Chiqmaydi. Bunaqasi chiqmaydi. Mana shu gapimni eslab qoling. Bunaqasi chiqmaydi. Chunki bunda bor tajriba boshqalarda bo'lishi uchun u necha yillab mana shunaqa tajriba yig'ish kerak. Juda bir achinarli ahvol. Shunday yigitni sizda yo menda ham bo'lishi mumkin-da. Bizga o'xshagan blogerlar yo himoya qilmay chiqqanimizdandir, sizga o'xshagan kuzatuvchilar yo kommentariyada paddeshka qilmaganligidandir.